O'zbekistonda ilk bor onlayn yuz tekshirish platformasini yo'lga qo'ydik. Bu platforma ustida 3 oydan oshiq vaqt ishlandi. Koreyaning eng kuchli dermatologik markazlarida ishlatiladigan apparatlarning programmalari o'rnatilgan. Kuchli programmistlar bilan ishlaganmiz. Endi siz yuzda o'tirgan holda tiniq joyda yuzingizni rasmga olasiz va platforma orqali yuzingizdagi muammolarni va yuzingizni turini aniqlab olsangiz bo'ladi. Yuzingizni analiz qildirib bo'lganingizdan keyin bizdan konsultatsiya olasiz. Men aynan Koreyada meditsinska kosmetologiya yo'nalishida tahsil olaman. O'zimning bilimlarimga asoslanib bu platformani o'zimga moslashtirib chiqartirdim. Endilikda sizni ham ishingiz osonlashadi, meni ham ishim osonlashadi, chunki bir kunda 100 tadan oshiq insonlar bilan muloqot qilaman, ularga konsultatsiya beraman. Rasmingizni jo'nating deyiladi, vaqt ketib qoladi. Endi siz uyda o'tirib tayyor platformadan yuzingizni analiz qilib, analizingizni menga tashlasangiz, men yuzingizni holatini ko'rib, o'rganib chiqib, sizga kerak bo'ladigan mahsulotlar ro'yxatini sizga tashlab beraman. Siz o'zingizga ma'qul kelganini xarid qilsangiz bo'ladi. Bizda eng zo'r brendlardan boshlab byudjetni, lekin ta'siri zo'r bo'lgan brendlargacha mavjud. Har kuni sizni uxot vaqtlaringizni platforma eslatadi. Siz u programmani ko'chirib olasizda, ekraningizga qo'yib qo'ysangiz eslatadi. Uxotingizni qildingizmi? Har kuni qilib borsangiz reyting turadi. Meni qaysi mijozim eng birinchi o'rinda har kuni uxotlarni qilyapti. Va yuz parvarish vositalaringizni 3 oy ishlatib, yuzingiz analizini yana qaytadan topshirsangiz, do va postisini ko'ramiz. Eng zo'r natijaga chiqqan klientlarimga magazinimiz tarafidan qimmatbaho sovg'alar taqdim qilinadi. Shoshiling, yuzingizni analiz qildiring va bizga tashlang. Bizdan nomer oling va o'yinimizda qatnashing. Siz bu yangilikni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Yuzida muammolari bo'lsa, uyda o'tirib konsultatsiya olib, muammolardan bartaraf bo'lishi mumkin.